Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. O'zbekiston va Rossiya samolyotlari osmonda to'qnashib ketishiga oz qoldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Qozog'iston havo hududida O'zbekiston va Rossiya aviakompaniyalariga tegishli yo'lovchi samolyotlari ishtirokida jiddiy aviatsion favqulodda holat yuz berdi. Bu haqda Qozog'iston Respublikasi Transport hodisalari va favqulodda vaziyatlarni tekshirish departamenti izohiga tayanib Kazinform agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa 10-yanvar kuni ertalab Shimkent hududiy dispetcherlik markazi nazorat hududida sodir bo'lgan. Hozirda holat bo'yicha maxsus tekshiruv boshlangan. Departamentga ko'ra, Shimkent hududiy dispetcherlik markazining A2 sektori nazorat hududida O'zbekiston Airways aviakompaniyasining Termiz-Moskva yo'nalishidagi reysi hamda Pobeda aviakompaniyasining Vnukovo va Samarqand yo'nalishidagi reysiga xizmat ko'rsatish vaqtida aviatsiya hodisasi yuz berdi. Idora tasnifiga ko'ra, ushbu holat jiddiy aviatsiya favqulodda holati sanaladi va u vakolatli organ tomonidan majburiy tartibda tekshiruvdan o'tkaziladi. Tekshiruvni o'tkazish uchun Transport vazirligida maxsus komissiya tuziladi. Umid qilamizki, Solovyovning chiqishi Rossiya rahbariyatining fikri emas. Qudratxo'ja Vladimir Solovyovning to'g'ridan-to'g'ri efirda avval qog'ozga o'rab kelingan narsani ochiq aytdi. Katta siyosatda ovoz chiqarib aytilgan fikr endi falsafa emas. Bu amalga oshirishi mumkin bo'lgan harakatlarning repetitsiyasi. Bu haqda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja o'zining Telegram kanalida yozdi. Uning fikricha, bunday efirlar jamiyatni urush g'oyasiga bosqichma-bosqich tayyorlash funksiyasini bajaradi. Shuningdek, bu chiqish Rossiya oliy rahbariyatining ramziy pozitsiyasi emas, balki ichki auditoriyaga qaratilgan navbatdagi propagandik chiqish ekanligiga umid bildirdi. U so'zini davom ettirar ekan, Solovyovga shunchaki bulbul kabi baland ovozda jozibali sayrashi mumkin, lekin u har doim ham o'z so'zining oqibati uchun javob bermasligini aytgan. Rossiyalik telejurnalist Sovalyov Markaziy Osiyo va Armanistonda ham maxsus harbiy operatsiya amaliyotini o'tkazishga chaqirdi. Jurnalist Armaniston hamda Markaziy Osiyo Rossiya uchun Suriya yoki Venesueladan ko'ra muhimroqligini aytib, ularni yo'qotish ulkan muammo bo'lishini ta'kidladi. U shuningdek Markaziy Osiyo mintaqasini bizning Osiyo deb atadi. Xalqaro huquq ham, xalqaro tartib ham biz uchun ahamiyatsiz. Agar milliy xavfsizligimiz Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiya o'tkazishni taqozo qilgan bo'lsa, xuddi shu mulohazalardan kelib chiqib nima uchun biz o'z ta'sir doiramizdagi boshqa hududlarda ham maxsus harbiy operatsiyalar boshlay olmasligimiz kerak, degan u. Avvalroq rossiyalik mashhur teleboshlovchi Kremlga yaqin asosiy propagandist Vladimir Sovalyov o'zining jonli efirda Ukraina hududida uyushtirilgan maxsus harbiy amaliyotni Rossiya ta'sir doirasidagi boshqa hududlarda ham, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va Armanistonda o'tkazish zarurligini aytgani haqida xabar berilgan edi. Yuksalish umumiyligi harakati raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Bobur Bekmurodov Sovalyovning mazkur gaplarga munosabat bildirib, uning gaplarini safsata, o'zini esa nusxa deb atadi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Shuningdek, u Kreml fantast jurnalisti Vladimir Sovalyovning navbatdagi efirda Markaziy Osiyoda maxsus operatsiyalar o'tkazish haqidagi gaplarni safsata deb aytgan. Qayd etish joizki, Bobur Bekmurodov Rossiyadagi millatchilik g'oyalariga va turli propagandist bayonotlarga qarshi dalil chiqishlar qiladigan o'zbekistonlik sanoqli siyosatchilardan biri hisoblanadi. U oldinroq Rossiyada tojikistonlik migrant oilaning 10 yoshar bolasi maktabda vahshiylarcha 15 yoshar o'quvchi tomonidan o'ldirilishiga ham munosabat bildirib, bu holatni mamlakatda uzoq yillardan buyon olib borilayotgan anti-migrant siyosatining mevasi deb aytgan.
Agar siz birinchi marta Moskvaga yoki Moskva viloyatiga ishlash uchun kelayotgan bo'lsangiz, migratsion hisobga qo'yish to'g'risidagi qog'ozdan tayyorlangan xabarnoma rasmiylashtirish shart emas. Hozirda ro'yxatdan o'tish qoidalari yanada oddiy va zamonaviy usulga aylangan. Nima qilish kerak? Birinchi Amina mobil ilovasini o'rnating va uni migratsiya markaziga kelguniga qadar o'zingiz o'rnatishingiz kerak. Bu ilova xorijiy fuqarolar hisobini yuritishning yangi tartibi. Ikkinchi, patent rasmiylashtirish uchun hujjat topshirish maqsadida Mnogofunktsionalniy migratsion sentr Saxarvoga keling. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida yangi eksperiment joriy etilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan ishlash uchun kelayotgan fuqarolar Amina ilovasidan foydalanishi shart. Ushbu ilova eski hisob tartibini to'liq almashtiradi. Amina orqali siz migratsiya markazining manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tasiz. Agar yashash joyingiz, qanday manzilda yashashingiz va yoki dam olishingiz o'zgarsa, bu haqda masofadan turib xabar berib borasiz. Rossiyada majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlagan mehnat muhojirlarini javobgarlikka tortish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Rossiyaga 3 oydan ortiq muddatga borgan xorijiy fuqarolar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartiriladi. Tibbiy muassasalar ko'rik natijalarini Rossiya Ichki ishlar vazirligiga, yuqumli kasalliklar aniqlangan taqdirda esa Rosobnadzorga taqdim etish shart bo'ladi. Bu choralar qoidabuzarliklar aniqlangan hollarda migrantlarni tezkor ravishda deportatsiya qilishga qaratilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlaganlik uchun ma'muriy javobgarlikka joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Jarima solinishi va sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborish ehtimoli mavjud. Migrantlarning sog'lig'i haqidagi hujjatlarni soxtalashtirish esa jinoyat deb hisoblanadi. Vyacheslav Volodinning aytishicha, ushbu choralar migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va jamoat xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Migrantlarning Rossiyada bo'lishiga oid tartib kuchaytirilishi mumkin. Xususan, Rossiya Federatsiyasiga 3 oydan ortiq muddatga borganlar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish davrini 90 kundan 30 kunga qisqartirish taklif etilmoqda, deya ma'lum qildi Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin. Tibbiyot muassasalari tekshiruv natijalarini Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga, allaqachon yuqumli kasalliklar haqidagi ma'lumotlarni esa Rosobnadzorga yuboradi. Ko'rikdan bo'yin tovlagan migrantlarga jarima solinishi, hatto sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Basrikin Yekaterinburgdagi Wildberries omborida sodir bo'lgan janjal bo'yicha hisobot talab qildi. Jinoiy ish qotillikka urinish deb baholangan. Tergov qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, omborda xorijiy fuqarolar va Rossiya fuqarolari o'rtasida mojaro yuzaga kelgan. Mushtlashuv paytida bir kishi og'ir pichoqlangan va kasalxonaga yotqizilgan. Keyinchalik Sverdlovsk viloyatidagi tergov organlari qotillikka urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hodisaning o'zi o'tgan yil oxirida sodir bo'lgan, ammo bu haqda Ural ommaviy axborot vositalari xabar berganidan so'ng keng tarqaldi. Wildberries omborida tojikistonlik 3 migrant va 2 Rossiya fuqarosi janjallashgan. Janjal paytida rossiyaliklardan biri pichoqlangan va og'ir ahvolda Yekaterinburg kasalxonasiga olib ketilgan. Pichoqlagan erkak shahardan qochib ketgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, janjalga aloqador 22 yoshli erkak qo'shni mintaqada hibsga olingan. U Rossiyadan chiqib ketishga ulgurmagan. Pichoqlashga olib kelgan mojaroning sababi hali ham noma'lum. Moskvadan Buxoro va Termizga uchgan samolyotlar tuman sabab Muqobil aerodromiga yo'l oldi. Xususan, Moskva-Buxoro yo'nalishidagi Uzbekistan Airways aviakompaniyasining HY96 reysi Navoiyga yo'naldi. Aeroflotning Afl 1876 reysi Samarqandga yo'l oldi. Shuningdek, Azimuthning Moskva-Termiz yo'nalishidagi AZ 07055 reysi Samarqandga yo'l oldi. Salamara shahrida migrant ishchi xavfsizlik vositalarsiz tomdagi qorni tozalayotib 6-qavatdan yiqilib tushgan. Jabrlanuvchi tez yordam mashinasi yetib kelguniga qadar olgan jarohatlardan vafot etgan. Tepalikdan yiqilib tushmay desangiz, ushbu qoidalarga
qat'iy rioya qiling. So'nggi paytlarda xorijda ishlayotgan o'zbek muhojirlari orasida baland qavatlardan yiqilish holatlari keskin ko'paydi. Bu tasodif emas, xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslikning sababidir. Siz Betmen emassiz, arqonsiz himoya vositalarisiz ishlay olaman deb o'zingizni ko'tarishni bas qiling.